Shu bandalardan ham Xudo tilagini bersin. Mana ko'prik qurish yelning bu soltin obod. Videoga. Mana shu odamlar birlashib ko'prik qurayotgan ekan. Ko'priklar nasib qilsa qilayotgan ishlar amalga oshib ijobat bo'lsin. Shu ishlariga birlar madadkor bo'lsin, Hojiyev alayhisalom jilovdor bo'lsin. O'tib ketgan bir ustoz aziz avliyolar qo'llasin. Nasib qilsa mana quyida texnikalar, mollar o'tib şu ishlayotgan adamlarning ham yuzi yorug' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Doim sog' salomat bo'lib, ishining Alloh taolo rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Himmetimiz bu Müslü kurulma iş yaptı. Şu an başlayan adamlara Asıl Baba, Abdurrahim Baba, kim kanlaşatmışlar? Erkin Baba, rahmat şularga bu qishlog'imizda bu tarixda Müslü kurulma iş desek ham muğlaga bo'lmaydi. Bir qadam bo'ladi-da, doira selkabasa hamma qayg'urardi. Endi qaytib o'taman, sigrimni qanday deyman, molimni qanday o'tkazam, moshni qaytib qarang, bu ajoyib ish. Tushga kirmagan ish bor ya. Ana shularga rahmat. Tashabbuskorlarga, bularga ishlariga omad tilaymiz, o'zlariga sog'lik tilaymiz, oilaviy baxt saodat tilaymiz. Nima niyati bo'lsa, niyatni amalga Allohimiz oshsin. Ishlariga muvaffaqiyat tilab qolaman. Sog'lik sizlarga. Mana bosib keldi. Gapiring. Hurmatli qo'shnilar, ertaga Xudo xohlasa mana ishimiz boshlanadi, ustalar keladi. Ertaga hamma jamul-jam mana shu Abdurrahim boning uyiga kelingizlar. Ayollar ham kelingizlar, xizmati bor. Ertaga nasib bo'lsa, bu yerda katta hashar. Iltimos sizlardan hech qo'rqmangizlar, inshaalloh bu bitadigan ish. Qani edi mana hozir qorong'igacha ishlab yotibmiz. 3-4 yigit kelib vijdondan ishlaganimizda mana dengizni yo'qotishimiz kerak edi. Barakat topingizlar, rahmat hammalaringizga, mana shu kelingizlar ertaga. Bugungi kunda Boysun tumani Chilonzor mahallasi aholisi uchun katta va eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan eski ko'prik ayni vaqtda og'ir holatda. Chilonzor mahallasidagi mahalla faollari, oqsoqollari ushbu muammoni hal etish harakatlarini boshlab yuborgan. Ayni paytda o'sha ta'mirga talab ko'prik o'rnida yangi, zamonaviy va xavfsiz bo'lgan hamda avtomashinalar uchun mo'ljallangan ko'prik qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu albatta quvonarli holat. Biroq qurilish jarayonida vaqtinchalik yo'l va ko'prikning yo'qligi bois, ayniqsa qor yomg'irli ob-havo kunlarida aholi jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Qariyalar, maktabga qatnovchi o'quvchilar, kasalxona sari yo'l olgan bemorlar, to'y-hasham qilmoqchilar, bozor o'charlarini olib daryoning narigi tomoniga o'tkazuvchilar uchun bu holat tobora og'irlashmoqda. Hattoki daryo suvi kam holatlarda ham avtomashinalar o'tishi, botib qolish holatlari kuzatilmoqda. Aholi uchun daryoning ko'prigi yo'qligi nafaqat harakatlanishni, balki hayotiy zaruratlar, dori-darmon, oziq-ovqat, hatto tez tibbiy yordam yetib borishini ham qiyinlashtirmoqda. Aholi bu muammoni yillar davomida boshdan kechirib kelmoqda. Hozirgi kunda yangi ko'prik qurilishi boshlangani Chilonzor mahallasi xalqi uchun umid uyg'otsa-da, uning tezroq, sifatli va xavfsiz yakunlanishi uchun qo'shimcha moddiy va texnik yordam zarurligini ta'kidlab o'tmog'imiz darkor. Hurmatli mutasaddilar, homiylar va xalqlarga befarq bo'lmagan yurtdoshlar, Boysun xalqining bu muammosiga befarq qolmangizlar. Imkon qadar tezroq, sifatli va zamonaviy qulay ko'prik tashkil etish, bu qurilish ishlariga qo'shimcha texnika va mablag' ajratish orqali minglab yurtdoshlarimiz hayotini yengillashtirishingiz mumkin. Axir infratuzilma bu faqatgina beton va temir emas, bu xalqning hayoti, xavfsizligi va ertangi kuniga bo'lgan ishonchdir. Bu holat Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida 2025-yilning bahoridan buyon davom etib kelmoqda. Ayni kunlarda ko'prik qurilishi jarayonida xalq og'ir ahvolda. Tezkor moddiy va texnik yordam kerak xalq uchun. Bugun Boysun tumanidagi Chilonzor mahallasining xalqi sizning e'tiboringiz va amaliy ko'magingizga muhtojdir. Xalq og'irini yengil qilish har bir mas'ul shaxsning insoniy va fuqarolik burchidir. Boysun xalqi bugun aynan ana shunday yondashuvga, amaliy yordam va e'tiborga muhtojdir. Hali Tursun hoji.